Assalomu alaykum va rahmatulloh. Akalar charchamayapsizlarmi tuzimizlar? Biz hozir shu degan obyektga kelganmiz. Eshon mahalladagi mahallani ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Vo'shi zo'r tinch joy ekan o'rtoqlar. Hozir bir qator sizlarga obyektni ko'rsatib o'taman. Bismillah, qani boshladik. Bu yerda qilinayotgan ishlar, mana shu ko'rib turgan chap tomondagi binomiz polniy to'pli pol hamda отопление sistemalari bilan qilib jihozlangan. Hozir sizlarga bir qator yuragidan boshlaymiz. Ya'ni Katsenlidan boshlaymiz o'rtoqlar. Katsenlida to'liq ma'lumotlar beriladi. Nima o'rnatilgan, necha kvadratga nima qanaqa katsa o'rnatilganligi to'g'risida to'liq ma'lumot beriladi o'rtoqlar. Xo'p, qani bismillah. Bu yerda ko'rishingiz mumkin 200 kilovatli xokkali katsa o'rnatilgan o'rtoqlar. Bu yerda gaz yo'qligi uchun xokkali o'rnatilgan. Bir kunda bir marta zapravka qilinadi. Mana bu joyda o'zining aqlli miyasi har bitta ma'lumotni mana shu joydan olib, mana shu joyda boshqarsanglar bo'ladi. Ya'ni hozir katsaligimizda 60 gradus, maksimaliy 70 gradusga qo'yilgan. 70 gradusdan oshib ketsa o'zi avtomatik o'chadi. Ya'ni ko'mir surishi, ventilyatorlari hamma o'zi avtomatik o'chadi. 70 gradusdan pasayib ketsa yana yonib ishlayveradi. Ko'rishingiz mumkin, avariyniy gruppa bezopasностьda qo'yilgan. Orqa tomonda mana ikkitadan nasoslar qo'yilgan. Bu obyektimizda to'pli paneli radiatorda o'rnatilgan. Radiatorning sistema bo'lganligi uchun ikkita 25 ga 4, 25 ga 6 nasoslar o'rnatilgan. Shimji brendidan o'rtoqlar, lekin Katsenliga gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli, ham sifatli, yaxshi mahsulotlar ishlatilgan o'rtoqlar. Bu joyga ahamiyat beradigan bo'lsanglar, bu yerda Shimji nasos qo'yilgan, kolodisdan tortiladi. Hozir bu yerda ma'lumotini beriladi o'rtoqlar. Kolodisdan tortib sistemaga urib beradi. Ikkita xommon, bitta oshxona, kirishiga bittali filtr qo'yilgan, обязательно setkali filtr qo'yilgan. Ya'ni kirishiga tosh-poshlar, har xil narsalar kirib qolsa, nasosni kirilchatkasini o'ldirmaslik uchun обязательно kirishiga bittali filtr setkaligini qo'yilgan. Buni paxtaligini qo'yish tavsiya bermaymiz, chunki nasosni qiynab qo'yishinglar mumkin. Chap tomonimizda oshxonani kollektor o'rnatilgan, ko'rishingiz mumkin. Obratkaga vozdux отводчиклari bilan Nero brendidan nержавейка, ichlari latonoy bo'ladi. Ikkitali kontur bo'lgan, podacha obratkalar ko'rishingiz mumkin. Kotollar yoqilgan. Xo'p, endi oshxona bir chekkadan boshlaydigan bo'lsak, oshxonaga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, mana oshxonamizga aristona ilinadi. Отделкаdan keyin joylari chiqarib ketilgan. Ko'rishingiz mumkin. Yana bitta ma'lumot, o'rtoqlar qaranglar. Faqat issiq suv turbasini ishlatishni tavsiya qilaman men ustalarimga. Sababi sovuq suvga nisbatan issiq suv chidamliroq bo'ladi, sinovdan o'tganligi uchun. O'rtoqlar, bu tomonda kuxniy mebel bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, issiq suv, sovuq suv rakvinaga chiqarib ketilgan kanalizatsiyalari bilan bu yoqda kir mashinaga обязательно chiqarib ketilgan o'rtoqlar. Bu yer to'pli pol, mana shu ko'rib turgan joylar oshxonamiz to'pli pol hamda panelli radiatorlar bilan jihozlangan, katsollar yongan, issiqqina turibdi o'rtoqlar. Sinab ko'rsatib berilyapti o'rtoqlar. Xo'p, endi eng asosiy joylarga keladigan bo'lsak, bu yerda eng asosiy joylari spalnilar juda ham zo'r proyekt qilinyapti. Hozir sizlarga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu yerda akamiz o'zligini spalnisi, bu yerda otalariga zo'r qilib sharoit qilib beryapti o'rtoqlar. Hozir elektriklar montaj qilishyapti, shuning uchun qaranglar o'rtoqlar, bu yer ham xuddi shunday spalni to'pli pol qilingan va bu yerga bir dona panelli radiator qo'yilgan. Bu yerda ham xuddi shunday sinalyapti, issiqqina mo'shni turibdi. Hozir sanuzul bo'ladi. Mana shu joydan ko'rib turibsizlar liniyani. Kirganingizda rakvina, unitazi, tahoratxonaga hamda sanuzulga, dushiga alohida joy ajratib ketilgan. Kapal ekranlari bilan avariyniy mo'shni ish qilingan bitta Shuhrat akamizga bitta like bosib qo'yasizlar o'rtoqlar. Endi akamiz o'zini spalnisiga yo'l olamiz o'rtoqlar. Spalnisi ham juda bir boshqacha bo'lyapti o'rtoqlar. Asosiy narsalar spalnida. Ko'rishingiz mumkin, bu ham xuddi shunday to'pli pollar bilan jihozlangan. Akamiz o'zining spalnisi. Bu yerda mana shu joydan sanuzul bo'ladi. Kirish bu yoqda. Rakvinasi, mana bu joyda dushovoy zonasi shablonlari bilan chiqarib ketilgan o'rtoqlar. Mana bu yerga xo'p, 3 ta xonani konturi mana shu joyga joylashgan. Bu yerda ham Nero original yaxshisidan nержавейка kollektorlari berilgan, vozdux отводчиклari bilan sifatli yaxshisidan qilib berilgan o'rtoqlar. Xo'p, bu yerda otalarining spalnisi hamda mana shu joydagi spalnisi hamda detskisini konturlari mana shu joyga olib kelib ulangan o'rtoqlar, bitta joyga qilingan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, detskisi обязательно to'pli pol qilingan. Yana bitta ma'lumot, tokchasini pastligini hisobiga panelli radiator sig'madi o'rtoqlar. Mana bu yog'i mehmonxona, перегородка bo'ladi-da, bu yog'i mehmonxona. Mana mehmonxonaga
xuddi shunday panelli radiator o'rnatilgan. Bu yerda cho'plik bol bo'lmadi. Sababi tokcha birinchidan o'ta pasayib ketadi, panelli radiator sig'madi. Shuning uchun mana shu joyga o'rnatdik. O'rtoqlar, lekin Shuhrat akam obyektiga gap bo'lishi mumkin emas. Sizlarga ham tavsiya qilamizki, cho'plik bol qilganda обязательно panelli radiator ham o'rnatinglar. Yoki panelli yoki qo'g'ri, xohishinglarga qarab. Meni maslahatim sizlarga panelli radiator o'rnatsanglar, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Endi yana bitta sababini aytib o'taman. Erta bahor yoki kuzlarda o'rtoqlar foydalanish juda qiyinroq bo'ladi cho'plik boldan. Sababi isib sovishi 5 soatni tashkil qiladi. Ya'ni kunduzi issiq, kechasi sovuq holatlarda kunduzgiga sovib ulgurmasa, o'rtoqlar uyda isitib yuborishi mumkin. Shuning hisobiga shunaqa paytlarda o'rtoqlar panelli radiatordan foydalansanglar, misol uchun kerakli paytda o'chirib, kerakli paytda yoqsanglar bo'ladi. Bu sizlarning rasxodinglarni ham kamaytirib beradi o'rtoqlar. Xo'p, o'rtoqlar, obyektimiz shunaqa qilib yakunlandi. Shuhrat akalarimiz hozir ishni bitirishdi. Endi отделкаdan kelib, radiatorlarni o'rnatib, cho'tka qilib, hamma yo'qlarni ishlarini yopib, rakinalarni o'rnatib berishadi. Jigarlarni videoga like bosib, qurilish qilayotgan tanishingizga jo'natib qo'ying bu videoni. Xudo xolisa manfaatli bo'ladi. Siz bo'lsa obuna bo'lib qo'ying.